Davlatlar tomonidan bo'ladigan narsa xuddi shunday. Siz o'zingizni yurtingizda sizni erkin ibodat qilishingizga qo'ymaydi. Xuddi shunday tashqariga chiqib o'zingizni aqidangizda o'zingiz bilan hamfikr bo'lgan odamlarni oldiga ketishlikka qo'ymaydi. Fitna uxlab yotgan ilon. Alloh la'natlasin uni uyg'otganda degan hadisga ko'ra biz bu narsani uyg'otishga emas, bu narsani yopishlikka harakat qilishligimiz kerak. Qandaydir nima deydi, munofiq tabiat yoki nima deydi, musulmonlarni birligini ko'ra olmaydigan, musulmonlarning yutuqlarini ko'ra olmaydigan ba'zi odamlar harakat qilgan paytda uni o'chirib qo'yishlikka harakat qilishligimiz kerak. Jangdagi g'alaba nima? Jangdagi g'alaba dushman sizdan xohlayotgan narsani bilishlik va dushman xohlayotgan narsaga siz nima qilmay tushib bermaslik. Bu katta g'alaba hisoblanadi. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va alihi va sahbihi va man vala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan darsimizda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Madinaga yetib kelishliklari va Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam birinchi Madinaga yetib kelgandan keyin davlat qurishlik uchun harakatlari boshlaganlik. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kelishlik bilan davlat qurilishlikka boshladi. Ya'ni davlat deganimiz nima degani? Davlat degani bu yer degani, ustida xalqi bo'lishligi degani va buni dasturi bo'lishligi. To'g'rimi? Dasturi bo'lishligi. Endi bu yerda dastur Qur'on sunnatida Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni o'zlari Qur'on orqali boshqarardi bu davlatni. Xuddi shu paytda o'zida yer bor edi. Madina davlat uchun yer edi va buni ustidagi musulmonlari borligi. Bu yerda 3 qism odamlar bor edi. Aytganimizdek, bittasi musulmonlar, ikkinchisi o'sha musulmon muhojir ansorlardan iborat musulmonlar bor edi. Ansorlardan iborat hali islomni qabul qilmagan butparastlar bor edi. Undan tashqari yahudlar bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bular bilan birinchi bo'lib turib nima qilishdi? Ya'ni qilgan harakatlari bular bilan bitim tuzishlikka boshladi. Bu yerda yashagandan keyin, davlat bo'lgandan keyin birinchi bo'lib turib nima hozirgi bizni tilda aytganda vatandoshlik, bitta vatanda yashaydigan odamlarning haq huquqini belgilashlik kerak edi. Bu yerda ijtimoiy jihatdan, amniy jihatdan, askariy jihatdan, askariy iqtisodiy jihatdan har bittasi yo'lga qo'yilishlik kerak edi. Ya'ni tartiblar yo'lga qo'yilishlik kerak edi. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya'ni chiroyli uslubda, ya'ni askariy jihatdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tartib qildiki, agar Madinaga qaysidir tashqari tarafdan hujum bo'ladigan bo'lsa, bunda hamma birga turishligi, yahudlar bo'lsin yoki nima deydi, islomni qabul qilmagan arablar bo'ladigan bo'lsin, Avs Xazrajdan iborat yoki ansorlar, muhojirlardan iborat musulmonlar. Bularning hammasi bitta bo'lib turishlik. Bu askariy jihatdan bo'lsa, ikkinchi jihatdan iqtisodiy jihatdan. Iqtisodiy jihatdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya'ni tartiblarni yo'lga qo'ydiki, bu qanday agar hujum bo'ladigan bo'lsa, tashqaridan hujum bo'ladigan bo'lsa, yahudlar ham mana shu jangga ketadigan chiqimni o'zlari uchun o'zlari ko'tarishlik. Jangda qatnashadi, ya'ni lekin musulmonlar hisobiga emas, ya'ni musulmonlar cho'ntagidan emas, balki o'zlarining cho'ntagidan to'lagan holatda ular jangda qatnashlik kerak edi. To'g'rimi? Shunday uslubda bo'lishlik kerak edi. Qolganlar ham xuddi shunday. Ya'ni islomga kirmagan nima arablar, ya'ni islomga kirmaganlar xosatan bu qolganlari nima qilishlik kerak edi? Buni o'zlarini cho'ntagidan ko'tarib jangda qatnashlik kerak edi. Endi bu iqtisodiy jihatdan bir taraf bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi ya'ni ijtimoiy jihatdan ham iqtisodiy jihatdan asirlarni yoki o'zlariga birontasi o'lib qoladigan bo'lsa, o'rtasida o'lik bo'ladigan bo'lsa, diyani ko'tarishlikda qarindosh urug'lari hammasi ko'tarishligi, qo'shilgan holatda. O'zlarining ichidagi zaif kishini shundaylikcha tashib qo'ymaslik. Bu narsalarni hammasi nima qildi? Bu narsalarni hammasi tartibga qo'yildi. Va xuddi shu paytda o'zida nima qildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amniy jihatdan, ya'ni xavfsizlikni ta'minlashlik jihatdan ham yaxshi bir tartiblarni qo'yib qo'ydiki, bu yerda ya'ni bitta musulmon kishini mavlosi bilan, ya'ni ozod qilgan quli bilan yoki uni qo'l ostidagi quli bilan o'zi qolib turib nima qilmaslik kerak edi? U bilan bitim tuzishlik, u bilan kelishlik yo'q edi. Xuddi shunday Qurayshni moliga, joniga hech qanday nima berishlik yo'q. Qurayshni moliga, joniga hech kim omonlik berishlik yoki uni himoya qilishlik nimasi yo'q edi, haqqi yo'q edi.
va xuddi shunday o'rtada birinchi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan narsalardan bittasi, ya'ni davlat islomiy edi. Islomiy boshqaruv payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shu bitimga kim qo'l qo'yadigan bo'lsa, mana shu kelishuvga qo'l qo'yganlar ichida qaysidir kelishmovchilik kelib chiqadigan bo'lsa, bularni hammasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qaytishlik kerak edi. To'g'rimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsalarni hal qiladi. Endi ba'zi narsalar bor edi, yahudlarning ichida o'zaro bo'ladigan ba'zi kelishmovchiliklarni o'zini ichida hal qilaveradi. Xohlasa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga keladi, xohlasa o'zlarining ichida hal qiladi. Lekin umumiy bo'ladigan bo'lsa, mana shu sahifa ichidagi odamlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lib, oqibati qo'rqiladigan narsa bo'lsa, bunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima hal qilardi? Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib turib, bu yerda dastur qo'yishlik bilan nima qildi? Jamiyatni har taraflama xavfsizlik, iqtisodiy, ijtimoiy, askariy hamma jihatdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ta'minlab qo'ydi. To'g'rimi? Bu ya'ni bashariyat tarixidagi eng go'zal va eng mukammal bitim hisoblanadi. Agarchi keyinchalik rivojlangan bo'lsa-da ba'zilar, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu birinchi qo'yilgan nimasi edi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bular bilan bitim qildi. O'rta ichki saflarni mustahkamlashlikka harakat qildi. Nimaga? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilardiki, endi Quraysh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shundaylikcha tashab qo'yishligini, ya'ni shunday tashab qo'ymasligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tushunib yetardi. Jang aytganimizdek nima endi boshlanyapgandi. Endi boshlanayotgan. Shuning uchun nima? Endi keyingi mavzuyimiz jangdan boshqa ixtiyor yo'q. Ya'ni bizni jangdan boshqa tanlovimiz yo'q. Ko'pincha birodarlarning zehniga o'rnashgan narsa xuddi shundayki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkani tashab Madinaga hijrat qilgandan keyin go'yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi nima jangni boshlagan. Birinchi bo'lib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Quraysh karvonlarini urishni boshlagan. Mana shu narsa insonning zehniga keladida, keyin ba'zida endi albatta buni oqlashlikka harakat qiladiki, endi o'zi Quraysh nima musulmonlarni Makkadan chiqarib yuborgandi. Ba'zi odamlarni hattoki nimalarini olib qo'ygandi, molini olib qo'ygandi, ba'zilari chiqishlikdan qaytargandi. Endi shunday bo'lgandan keyin Quraysh o'zi boshlagandan keyin musulmonlar ulardan o'ch olishlik kerak edi. O'zlarining mollarini qaysidir yo'l bilan baribir o'zlariga olishlik kerak edi. Ya'ni Quraysh olib qo'ygandan keyin Quraysh qo'lida qolganini nima qilishiki, o'zlari yanida qaytib olishlik uchun bu urushlarni qildi degan ba'zi oqlovlarga ehtiyoji bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki ko'pincha o'ylaydiki, bu jangni birinchi bo'lib turib musulmonlar boshlayapti deb o'ylaydi. To'g'ri, musulmonlarga birinchi ijozat berilgandi. Lekin bu bilasizlarki, kofirlar tarafidan, mushriklar tarafidan zulm bo'lgandan keyin, ya'ni ijozat berishlik shundaylikcha bo'lmadi. Balki kofirlar tarafidan musulmonlarga zulm bo'ldi, keyin Alloh taolo nima bunga ijozat berdi, ular o'zlarini himoya qilishlikka. Endi bu aytganimizdek bu oqlovlarni faqatgina musulmonlar o'zini haqqini olmoqchi edi yoki boshqa deganlar, chunki biz ba'zi bittagina mastarga suyanib qolamiz, bittagina manbaga suyanib qolamizda, boshqa manbalarga qaramasdan mana shu o'zimizni oqlashlikka o'tib qolishligimiz mumkin. O'zi aslida qaraydigan bo'lsak, boshqa hadis kitoblarida ko'rib chiqadigan bo'lsak va sahih manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'zi aslida musulmonlar bu narsani boshlagan emas. Ya'ni jangni boshlanishlik sababi Badrga chiqishlik yoki karvonlarni urishlikka chiqishlik bu o'zidan o'zi nima bo'lib qolmagan, musulmonlar tarafidan o'zidan kelib chiqmagan, balki kofirlar tomonidan o'zi birinchi boshlangan bu narsa. Abu Davud o'zini sunanida rivoyat qiladiki, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, bilasizlar, munofiqlari kattasi edi bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishlikdan oldin Avs bilan Xazraj o'rtasida problema bo'lib, endi problema qachon to'xtaydigan bo'lsa, Ubay ibn Salulni nima qilishlik kerak edi? Ular o'zlarining boshiga katta qilib olishlik kerak edi. O'zlarining boshliqlari qilib olishlik kerak edi. Endi shunday bo'lib turgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib qoldi bu yerga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib qoldi. Endi Qurayshliklar Ubay ibn Salulni kattaligini bilardi. Hattoki Ubay ibn Salulni oldiga ikkinchi Aqaba paytda, ikkinchi Aqaba bayati bo'layotgan paytda Ubay ibn Salulni oldiga kelib turib, sizlar bizga qarshi bizni sohibimiz biz bilan kelishyapgan ekansizlar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan nima kelishyapgan ekansizlar degan xabarlar bo'lgan paytda u qasamlar ichib bunday narsa yo'q deb qasam ichgandi. Demak, u Quraysh oldida uni kattaligini hammasi tan olardi. Mushriklar tomonidan tan olardi. Endi shuning uchun Abdulloh ibn Ubayni
Ubay ibn Salulni kattasi deb turib, Madinani kattasi deb turib, unga tahdid qilib ular xat yozishdi, Qurayshliklar. Hatto mazmuni shundayki, sizlar bizni odamimizga joy beribsizlar, biz Allohga qasam ichamizki, yo unga qarshi urushasizlar, yoki uni chiqarib tashlaysizlar, yoki biz hammamiz sizlar tarafga yuramiz va sizlarni jangchilarni o'ldiramiz, jang qilishga yaroqli bo'lganinglarni o'ldiramiz va ayollaringlarni halol qilamiz. Mana bu endi Yasrib ahli va Yasrib ahlini kattasiga bo'lgan tahdid. Ammo muhojirlarga bo'ladigan bo'lsa, yana xat yozilyaptiki, la yag'urrannakum annakum afrattumuna ila Yasrib. Ya'ni bizni qo'limizdan chiqib Yasribga borib olganinglarga aldanib qolmanglar. Biz yaqinda sizlarning oldinglarga borib, sizlarni tomiringlar bilan sug'urib tashlaymiz. Ko'kargan narsalarni qoldirmaymiz. Ya'ni o'zingizlar turgan joyda biz sizlar uchun ko'kargan narsani qoldirmaymiz. Endi albatta bu Quraysh uchun bu Qurayshdan kutiladigan narsa edi. Ya'ni Qurayshdan bu bir ajablanadigan narsa emas ediki, bunaqa tahdidlari qilinishligi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka da turgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ochiqlikcha terror qilishlikka qaror olgandi. Hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib turgan kuchlar bularni qat'iyatini ko'rgandan keyin, butun qabilalarni ko'rgandan keyin bular nima ovozi chiqmay qolgan paytlar edi. To'g'rimi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochiqlikcha hamma qabiladan bitta odam yig'ilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shu yerda tugatishlik uchun qaror olingandi. Ya'ni Quraysh bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarshi faoliyat yurgizishlikda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yo'qotishlikda hech qachon bir suskashlik qilmagandi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u yerdan chiqib Madinaga kelganda mana bunday xatni ham o'zlariga jo'natishligi, tahdid qilishligi muhojirlarning o'ziga va Madina ahlini kattalariga bu tahdidni qilishligi albatta bu nima kutilgan narsa edi. Endi ular hattoki muhojirlarni ko'pini hijratga chiqishlikdan to'sib ham qolgandi. Ularning ba'zisini molini ham olib qolgandi. Bulardan misol uchun qaytib chiqarishga qo'ymaganlari, hijrat qilishga qo'ymaganlaridan Ayyosh ibn Robiya bor edi, Valid ibn Valid bor edi. Ya'ni xuddi shunday qilib turib islomga misol uchun hijrat qilmay turganlarni dindan qaytarishlik, hijrat qilib ketayotganlarini hijratdan qaytarishlik, xullas islomga qarshi bor kuchini ishlatyapgandi. Xuddi o'zimizning zamonimizda bo'layotgandek. To'g'rimi? Davlatlar tomonidan bo'ladigan narsa xuddi shunday. Siz o'zingizning yurtingizda sizni erkin ibodat qilishingizga qo'ymaydi. Xuddi shunday tashqariga chiqib o'zingizning aqidangizda o'zingiz bilan hamfikr bo'lgan odamlarni oldiga ketishlikka qo'ymaydi. Nimaga? Chunki o'sha paytda Quraysh o'ylagan narsasi, bular bizdan chiqib bir joyda kuch to'playdigan bo'lsa, albatta bizni ustimizga qaytib keladi degan fikrda bo'lardi. To'g'rimi? Shuning uchun u o'zini imkoniyatida bor narsani nimaga qo'yib, o'zini bu imkoniyatdagi hamma narsani ishga solib turib, musulmonlarni diniga qarshi turishlik, ularni dinidan qaytarishlik va hijratga chiqib ketganini to'xtatishlikka harakat qilardi. Va hattoki chiqib ketgan joylarida ham bu narsaga shundaylikcha qarab tura olmaydi. Hozirgi zamonlarda qarasangiz, ba'zi odamlar qaysidir davlatlarga chiqqan, o'zini diniga erkin amal qila oladigan, o'sha yerda yasha oladigan bir holatga chiqqan paytda ko'rasizki, o'sha davlatlar kelib turib, ya'ni xavfsizlik xizmatlari ular bilan ittifoqlari tuzib, o'sha joydan o'zini o'sha qaysi bir millat bo'ladigan bo'lsa, o'zbek bo'lsa o'zbek yoki boshqasi arab bo'ladigan bo'lsa arab, o'sha joylardan qaytarib ketishlik uchun nima harakatlarni doim bu harakatlarda suskashlik qilishmaydi. Mana bu o'zini imkoniyati bor bo'lgan hamma narsani nima ishga solib qilyapganini ko'ramiz. Bu demak biz uchun yangilik emas, balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratida qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shundaylikcha bo'lib keladi. Endi bunda davlatlarni qarashligi har xil bo'ladi. Ba'zi davlatlar topshiradi, ba'zi davlatlar topshirmaydi. Bu endi uni siyosatiga gohida bog'liq bo'ladigan bo'lsa, gohida o'zini, ya'ni qonunlariga qancha amal qilishligiga bog'liq bo'ladi. Xuddi shunday endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va ashablariga bo'lgan tahdid, Yasrib ahliga bo'lgan tahdiddan keyin bular qanday ish tutdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablariga, muhojirlarga va ansorlarga bu tahdidda bo'lishligi, Yasrib ahliga bu tahdidda bo'lishligi. Ya'ni sizlarni jangga yaroqli bo'lganinglarni o'ldiramiz va ayollaringlarni o'zimizga halol qilamiz deb turib nima qilishlik, Qurayshliklar tomonidan bu tahdidda bo'lishligi. Va xuddi shu paytda o'zida muhojirlarga bo'layotgan tahdid.
Ya'ni sizlar bizni qo'limizdan chiqib ketganinglarga aldanib qolmanglar. Biz yaqinda sizlar oldinglarga borib, sizlarni tomringlar bilan sug'urib tashlaymiz. Sizlarni o'sha turgan joylar o'zida sizlar uchun ko'kargan narsani qo'ymaymiz. Ya'ni hech narsa qolmaydi. Sizlarni tak-tuginglar bilan yo'q qilib tashlaymiz degan tahdidlarni qilishligi, albatta bu narsa nima qildi? Ta'sir qildi. Ta'sir qildi. Endi bir paytda o'zida ham ta'sir qildi, ham bir paytda o'zida bir fursat bo'lib qoldi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'sha paytda qanday edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishlik oldida ular o'rtasida Avs bilan Xazraj o'rtasida doimiy kurashlar bo'lib turardi. Ikkalasining o'rtasida janglar bo'lib turardi va oxirgisi shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ular iymon keltirishlikdan bir necha yil oldin Bo'g'oz voqeasi bo'lgandi. Bo'g'oz voqeasi bo'lib, bu o'rtada katta qonlar to'kilgandi. Keyin ikki taraf kelishib, ikki taraf nimaga shunga kelishgandiki, urushlar to'xtab, hamma holat o'zini joyiga keladigan bo'lsa, tinchlik hukm surgandan keyin Abdullah ibn Ubay ibn Salulni o'zlariga podshoh qilmoqchi edi. O'zlariga podshoh qilmoqchi bo'lib, shunday tayyorgarlik qilib turgan paytda musulmonlar o'sha Xazrajdan bo'lgan 6 tani borib qolishligi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashib qolib, Alloh taoloning bir taqdiri bilan ularni iymonga kelishligi va keyinchalikda Avsdan o'zlarini birodarlarini olib, endi bularning ichida ko'pchilik odamlarni musulmon bo'lishligi. Undan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni nima Musab ibn Umayrni jo'natib turib, bu yerda birinchi islom nimasi diplomati ko'pchilik o'sha ansorlarning kattalarini islomga kirishligiga sabab bo'lishligi va islomni Madinada yoyilishligi. Ya'ni aytib o'tganimizdek, bironta uy qolmadiki, illoki bunga nima islom kirdi. Hamma islomdan xabardor bo'ldi. Endi mana bunday bo'lib turgan paytda o'zidan o'zi nima bo'ldi? Bu narsa Abdullah ibn Ubay ibn Salulga qattiq ta'sir qilgandi. U Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni birinchi o'zini raqobatchisi deb bilardi. Qaysi birinchi fursat kelgan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yiqitishlik uchun harakat qilishlik tabiiy edi bu narsa. Shuning uchun nima qildi? Bundan oldin bo'lgan bir necha voqealar bo'lgandiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin u nima qilardi? U podshoh bo'lishlik kerak edi. Podshohlikdan quruq qoldimi? Endi u Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hasad bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbatan qalbida gina qudrat bor edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kun u o'tirgan majlisga keldi, o'zlarini eshaklaridan tushdida o'tirib, ularni Alloh taologa chaqirdi, islomga chaqirdi va Alloh taoloning ba'zi oyatlarini eslatgan paytda Abdullah ibn Ubay ibn Salul nima qildi? Buni eshitdi-da, sen aytgan narsalar ko'p go'zal, ko'p chiroyli narsalarni aytding. Lekin bizni majlislarimizga kelib turib, bizga yoqmagan narsalarni qilmasang yaxshi bo'lardi. Undan ko'ra sen uyingda o'tirganda seni oldingga kim keladigan bo'lsa, ashularga sen aytaversang, o'shanda yaxshiroq bo'lardi degan gapni aytgan paytda Abdullah ibn Ravoha roziyallohu anhu u bilan, ya'ni musulmonlar bor edi, aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "balki" dedi, "bizni" dedi, "hamma joyimizga kelib, majlislarimizga kelib" dedi, "hozir qanday qilgan bo'lsangiz, xuddi shunday qilavering. Albatta siz qilayotgan ish bizga yoqadi va albatta biz bu narsani nima qilamiz? Yoqtiramiz" dedi. Shunda Abdullah ibn Ubay mana bu narsani o'zini qavmidan unga qarshi chiqqanlari ko'rgan paytda aytdiki, she'r o'qidi. "Mata ma lam yakun mawlaka khasmuk la tazal tuzallu wa isra'aka alladhi la yusara'u wa hal yanhadu al-bazi bighayri janahihi wa in juzza yawman rishuhu fa huwa waqi'u." Endi aytayaptiki, agar seni o'zing bilan bo'lgan kishilar senga qarshi chiqadigan bo'lsa, sen zalil bo'lasan deyapti. Xorlikda davom etasan. Va kurashga, tushishga arzimaydigan odamlar seni yiqitib qo'yadi. Qanday qilib turib ikkita qanoti bo'lmagan burgut qo'zg'ala olsin, uni agar xatlari yulinadigan bo'lsa, albatta u yiqiladi deyapti. Va xuddi shunday qilib turib boshqa bir nimalarda aytayaptiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytayaptiki, eshagingni nimasini, sal badbo'yligini bizdan uzoq qilgin, ya'ni bu ham bir sassiq hidlar sen bilan keldi deganday qildi. Ya'ni Abdullah ibn Ubay demak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbatan nima edi? Qalbida gina qudrat bor edi va xuddi shu paytda o'zida hasad bor edi. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u podshoh bo'laman deb turgan paytda hamma Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga burilib ketdi. Demak, Quraysh odamni tanlashlikka bildi. Ya'ni chunki Abdullah ibn Ubay ibn Salulni shaxsiyati Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga qarshi qo'zg'atilishlik uchun ham bir paytda o'zida kuni qudrati borligi, ham bir paytda o'zida nima musulmon bo'lmaganligi. Mana bu ikki jihatdan nima qildi? Bu odam tayyor edi. Endi kofirlar bu bilan harakat qilayotgan narsasi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hech qanaqa o'zlari tomonidan qon to'kmasdan,
yoki bir tiyin xarjlamasdan turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Madinani o'zida ixtilof chiqarib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yo'qotib qo'yishlik rejasini tuzgandi. Bu bilan hozir o'rtada ichki nimani chiqaryapti? Ichki problemani keltirib chiqaryapti. Endi ular aytganimizdek payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Qurayshliklar, ya'ni tayyor bu narsani qanday foydalanishlikka bildi, chiroyli rejani tuzdi. O'shani ichida o'zini yo'qotib qo'yishlikka harakat qildi. Shu paytda ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga qurollarni ko'tarib yig'ilib kelishdi. Ya'ni shundaylikcha tashab qo'ygani yo'q. Nimaga? Birinchida o'zi qalbda qudrat bor. Ikkinchidan tashqaridan tahdid bo'lyapti. Endi bu tashqaridan bo'layotgan tahdidni pesh qilib turib, o'zini atrofida o'zi bilan ham fikr bo'lgan odamlarni nima Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiqlari kattasi nima qilyapti? O'sha paytda endi hali munofiqlari kattasi emas, u hali u paytda islomga kirgan emas. Endi o'sha paytda o'zi bilan ham fikr bo'lgan odamlarni nima qilyapti? Qo'zg'ay olyapti. Chunki fursat bo'ldi. Unga oldin qanday qilib qo'zg'ardi? Qo'zg'ash yo'q edi. Endi Quraysh tarafdan tahdid bo'lgandan keyin, bo'lmasa bizni ustimizga Quraysh boshqalari ham boshlab keladi ekan degan bahona bilan ularni hammasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning boshiga yetalab keldi. Musulmonlari boshiga yetalab keldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu narsa yetgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular bilan yo'liqdi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Qurayshliklar sizlarni qo'rqitib yuboribdi dedi. Ya'ni chiroyli uslubda, sizlar Qurayshni tahdidi sizlardan yetadigan joyga yetibdi-da, ya'ni qo'rqitib yuboribdi-da sizni. Sizlarni. Aytayapti, sizlar o'zingizlarga xiyla nayrang qilishligingizlardan ko'ra kattaroq xiyla qilib qo'yibdi sizlarga. Ya'ni sizlar o'zingizlar bilan o'zingizlarni yo'qotib qo'ymoqchi. Ya'ni sizlarga qilayotgan bu xiylalarni tushunmay qoldinglarmi? Bu bilan sizlarga Quraysh nima qilmoqchi bo'lganini bilmayapsizlarmi? O'zingizlarni ichki urushga ko'chiryapti. O'zingizlar bilan o'zingizlarni yo'qotishlikka harakat qilyapti, deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga xitob qildi ularga. Aytdi, o'zingizlarni farzandlaringlarni, o'zingizlarni aka-ukalaringlarga qarshi urushasizlar. Bu hozir kelib kimga qarshi urushmoqchisizlar o'zi? O'zingizlar aka-ukanglar, o'zingizlarni farzandinglar bular degandan keyin nima bo'ldi? Ular bundan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bu so'zni eshitishlik bilan ular tarqalib ketdi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda bir chiroyli siyosat qildiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? O'zlari nima edi? Arab bo'lgani uchun arablarning psixologiyasini yaxshi bilardi. Ularga qanday narsa ta'sir qilishligini bilardi. Ya'ni arab o'sha paytdagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrida yashayotgan arab kishining tabiatida xuddi shunday narsa bor ediki, qo'rqoqlik bilan ayblaydigan bo'lsangiz, bu narsani ko'tara olmasdi u. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Quraysh sizlarni qo'rqitib yuboribdi-da. Ya'ni Qurayshning tahdidi sizlardan o'zi yetadigan joyga yetib boribdi-yu deganda nima qildi? Bu narsadan birinchi bo'lib turib orqaga chekinishlik bo'ldi. To'g'rimi? Bitta chekinishlik. To'xta. Ikkinchisi nima? O'sha paytda har narsa bilan ayblasangiz ayblang, lekin uni go'llikda ayblashligingiz, soddalikda ayblashligingiz, bu uni arablar ko'tara olmasdi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, sizlarga deyapti, shunday xiyla qilibdiki, deyapti, o'zingizlarga bu narsani sotib olmasanglar, sizlarga bular qila olmasdi-yu deganda, ya'ni shunchalik go'l bo'lasizlarmi deganday gapni tashagan paytda nimaga go'llik qilyapsizlar degan ularga nima bo'lganda, xitob bo'lgan paytda bular ikkinchi marta orqaga chekinishlikka boshladi. Endi uchinchisi nima bo'ldi? Aytayaptiki, bu sizlarni deyapti, kim bilan urushmoqchisizlar? Ya'ni hamma kuchinglarni yig'ib urushmoqchi bo'lganinglar, o'zingizlarni farzandinglar-ku, qurolni ko'tarib kim ustiga kelyapsizlar? O'zingizlarni farzandinglarni, o'zingizlarni aka-ukalarni ustiga kelyapsizlarmi degan narsadan keyin ular nima qildi? Bundan keyin shundaylikcha tarqab ketdi. Shundaylikcha tarqab ketdi. Endi hozir mana bu holatda qaraydigan bo'lsangiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiroyli ravishda nima tutdiki, siyosat tutdiki, ular boshlab kelgan jangni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Ularni qo'lidan o'sha alangani olib qo'ydi. Alangani yoqmoqchi bo'lib kelayotgan o'sha nimalarni, bunday aytganda, alangani yoqib kelayotgan gugurtni qo'lidan tortib qo'ydi. Ulardan tortib qo'ydi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga shunday muomala qildiki, u narsada qanday muomala qildi? Ular tushunadigan uslubda muomala qildi. Chunki ular hozir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga hozir Qur'on sunnatni gapirsa, ular tushunarmidi? Ular tushunmasdi. Chunki ular mushrik. Islomga agar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan bo'lganda edi, unga Qur'on sunnatni tushuntirsa bo'lardi. Qur'on sunnat bilan kelsangiz bo'lardi. Alloh aytdi, Rasuli aytdi deb turib unga murojaat qilsangiz bo'ladi. Lekin unaqa bo'lmagandan keyin hozir qanday uslubda muomala qilishlik kerak edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu yerda nima qildi? Ular tushunadigan uslubda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muomala qilib qo'ydi ularga. To'g'rimi? Chunki ularning aqidasi, ularning aqliyati mana shu narsani ko'tara olardi. Undan boshqa narsani ko'tara olmasdi. Qur'on sunnatni ko'tara olmasdi. Shunda endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qarangki, yoshlarga nima qilib bermadi.
ya'ni imkoniyat bermadi, o'zlari to'sib qo'ydi. Endi hozir qarasangiz, bizda endi hozir bizni tushunchamiz bo'yicha endi hozir shunday bizni ustimizga bostirib keladigan bo'lsa, nima qilishligimiz kerak edi? Biz kofir bizdan xohlayotgan narsa bizni ichki urushga ko'chirmoqchi bo'lib kelayotgan paytda ba'zida yoshlar bu narsani tushunmay qolib turib, nima xuddiki biz kofirlarga hozir chiroyli muomalalar bilan yoki bitta nima deydi, bir yerda yashayapmiz, bir joylikmiz degan narsa bilan agar bu narsani daf qilib qo'yadigan bo'lsangiz, go'yoki buni nima deydi, aqidaga to'g'ri kelmaydigan narsalar bilan muomala qilishlik yoki qo'rqoqlikka yo'yib turib, bu yerda hozir go'yoki biz qilishimiz kerak bo'lgan ish jihod edi. Bular birinchi ichki dushmanlarimizni, birinchi bularni yo'qotib olishligimiz kerak edi. Mana shunday o'ylaydi ba'zi yoshlar. Yo'q, lekin bu o'rinlarda nima qilishlik kerak? Dushman bizdan xohlayotgan narsani yaxshi bilib olishligimiz kerak. Jangdagi g'alaba nima? Jangdagi g'alaba dushman sizdan xohlayotgan narsani bilishlik va dushman xohlayotgan narsaga siz nima qilmay tushib bermaslik. Bu katta g'alaba hisoblanadi. Shuning uchun nima payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani yaxshi tushunardi va hikmat hakimlarcha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Mana bu voqelik bilan chiroyli muomala qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam endi ularga Qur'on sunnat bilan gapiradigan bo'lsa, albatta ular tushunmasdi. Balki ular bilan Quraysh o'rtasini jamlab turadigan narsa bor edi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ular o'rtasini jamlab turadigan narsa yo'q edi. To'g'rimi? Faqatgina bitta yerda yashashlikka hisobga olmaydigan bo'lsa, lekin o'zi aslida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan jamlanadigan narsalaridan ko'ra Makka mushriklari bilan ularni jamlanadigan narsalari ko'p edi. Bu ikkalasi ham butparast, to'g'rimi? Ikkalasi ham butparast bo'lib ham Makkani oldida nimada bor? Muqaddasotlar bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida nima bor? Hech narsa yo'q. U bularning yeriga kelgan. Balki ular qo'lidan uni tushunchasida Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning tushunchasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni qo'lidan nima qilib qo'ygan? Boshliqlikka tortib olib qo'ygan. To'g'rimi? Xuddi shunday tushuncha bo'lib turgan paytda qanday qilib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga mana bu xitoblarni qilishlik mumkin edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani nima qildi? Chiroyli uslubda yechib qo'ydi. Endi keyingisi mana bu uslub albatta yordam bermadi. Kofirlar tomonidan bo'lgan tahdid bu musulmonlarga va ichki urushga ko'chishlikka sabab bo'lmadi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning chiroyli, hikmatli ish tutishliklari natijasida. Endi bu narsa bilan bo'ldimi, tugadimi shu bilan? Yo'q. Endi ichki tarafdan bo'lgan shaytonlar o'zlarining ishlarini boshladi. Shulardan bittasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari hammasi bitta majlislarda o'tirib, bir-biriga muhabbatli, mehrli bo'lib o'tirgan bir majlislarni ko'rib, bir-biri bilan suhbatlar qilib o'tirgan majlislarni ko'rib turib, Shos ibn Qays bu yahudlardan edi, bu ko'rib turib, bu nima qildi? Ichida chidolmay ketdi. Nima ichi kuyib ketdi buni. Hasadi kelib ketdi. Aytdiki, men dedi, bularni dedi, agar dedi shu holatda tashlasam, bular ulfat bo'lib ketsa, bir-biri bilan muhabbatli bo'lib ketadigan bo'lsa, bizga kun yo'q dedi. Chunki yahudlar bilasizlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishlikdan oldin ba'zisi bunga kelib turib nima qilardi? Arablarni doim urushtirardi bir-biriga qarshi. O'zi yahudlarning tabiati nima qilishlik? Odamlarni bir-biriga gijgizlab urushtirib yurishlik endi. Sifatlaridan bittasi. Aytayapti, bu narsani ko'rgandan keyin o'zini yonida bitta yahudlardan bitta yosh o'spirim bor edi. Borginda dedi, haligilarning safiga qo'shilgin dedi. Ularning safiga qo'shilganda, bo'g'oz voqealarini bir eslatgin dedi. U keldida, keyin nima qildi? U nimani ichiga kelib turib, sahobalar ichiga kelib turib, nima qilishga boshladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablarining ichida yomon bo'lib o'tgan yomon ishlarni zikr qilishlikka boshladi. O'rtadagi janglarni zikr qildi. Biz senlarga unday qildik, senlarni bunday qilganda, esingdami, senlarni bunday qilganda deganda gaplarni boshlagandan keyin nima qildi? Avs ibn Qayzi bilan Jabir ibn Sahr o'rtasida ikkala tomondan bittadan odam qizishib ketib, ikkalasi bir-biriga nima qildi? Gap otishni boshladi. Bir-biriga o'sha o'tganda bo'lgan ishlar bilan bir-biriga faxrlanishlikka boshladi. Endi bu narsaga bordida, keyin ikkalasi bir-biriga qarab nima qildi? Kerak bo'lsa o'tgan kunlarni nima qilib qo'yamiz? Takrorlab qo'yamiz deydi. Endi bo'lmasa hammasi siloh dedida, aytdiki, demak deydi, uchrashadigan joyimiz Zohira. Siloh dedi. Ular o'sha joyga chiqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni o'sha joyga chiqqanini eshitgandan keyin nima Harra degan tashqari nimasi, shahar tashqari toshloq joy. O'sha joyga chiqqandan keyin nima qilyapti? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga bor dedi, ey musulmonlar dedi. Men sizlarning o'rtanglarda bo'lib turib, johiliyat da'volari bilan nima qilyapsizlarmi? Johiliyat da'vosini qilyapsizlarmi? Alloh taolo sizlarni men sababli islomga nima qilgan bo'lsa,
hidoyat qilgan bo'lsa, Alloh taolo islom bilan sizlarni ikrom qilgan bo'lsa, sizlardan johiliyatni kesgan bo'lsa, sizlardan sizlarni kufrdan qutqargan bo'lsa, qalblaringlar ulfat qilgan bo'lsa, endi shuncha ishlardan keyin yana johiliyatga qaytishlikmi? Yana johiliyat davosimi deb turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Ularga eslatgandan keyin, Allohga, Rasulini eslatgandan keyin ular bu narsa shaytondan ekanligini, shaytonning bir hiylasi ekanligini tushunib yetishdi va bir-birini quchoqlab, Avs bilan Xazraj bir-birini quchoqlab yig'lagan holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eshitib itoat qilib, hammasi qaytib ketishdi. Birinchi holatda qaraydigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ubay ibn Salul boshchiligidagi mushriklar kelgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni qanday qaytardi? Qur'on sunnat bilan qaytardimi? Yo'q, unday emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni tushunadigan narsasi bilan qaytardi. To'g'rimi? Ularga yetib boradigan gapni gapirdi. Endi ikkinchi marta musulmonlar kelgan paytda, musulmonlar o'rtasida ixtilof chiqib qolib, kelishmovchilik bo'lgan paytda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga endi Alloh va Rasulini eslatyapti. Nimaga? Chunki bularni qalbida iymon yaxshi o'rnashgan. Qur'on, sunnat bularga nima qiladi? Ta'sir qiladi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari va Qur'on oyatlarini o'qishlik bularga nima qilardi? Yaxshi ta'sir qilardi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bularni o'ziga munosib muomala bilan nima qildi? Muomala qildi. Ya'ni xitobni shunday chiroyli qildiki, men sizlarni o'rtanglarda turib, sizlar johiliyat davosini qilasizlarmi degandan keyin bular o'zini nima xato qilganlikni tushunib yetdi va biz bir-birlarini quchoqlab, mana bu qilgan ishlaridan afsuslarcha nima payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga eshitib, itoat qilib qaytib ketdi. Ya'ni mana bu ikki holatda ham nima yechim qilayotgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Lekin ikki holatda ikkita toifaga nisbatan ikki xil yechim. Demak, shuning uchun biz doim bilishligimiz kerakki, kofir bizning ichimizdagi bo'shliq o'rinlarni biladi. Ba'zi kitoblarda ham ko'rdik, o'tganda esinglarda bo'lsa, aytadiki, bularning ichidagi biz uchun eng katta yutuq nima? Bular o'zini ichida tez bo'linadi. Bular ichida ixtilof bo'lib, tezda bo'linib ketadi degan narsani aytishgandi. To'g'rimi? Shuning uchun biz doim kofir bizdan mana shunday holatlarda nima qilmoqchimi? Foydalanmoqchimi? Biz o'zimizni birligimizni ushashlik bilan ularni achchig'ini chiqarishligimiz kerak. Albatta bu ham ibodat, to'g'rimi? Mana bunday paytda biz hushyor bo'lishligimiz kerak. Bu narsalarga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Bu narsani nima? Fitna uxlab yotgan ilon. Alloh la'natlasin uni uyg'otganni degan hadisga ko'ra biz bu narsani uyg'otishga emas, bu narsani yopishlikka harakat qilishligimiz kerak. Qandaydir nima deydi? Munofiq tabiat yoki nima deydi? Musulmonlarni birligini ko'ra olmaydigan, musulmonlarning yutuqlarini ko'ra olmaydigan ba'zi odamlar harakat qilgan paytda uni o'chirib qo'yishlikka harakat qilishligimiz kerak. Agarchi bizda ozgina bu narsa bo'lsa-da, lekin buni rivojlantirishlikka, kattalashtirishga emas, buni o'chirishlikka harakat qilishligimiz kerak. Bu o'zimiz tarqatmaslik bilan, o'zi kerakli odamlarni nasihat qilishlik bilan va munofiq nima musulmonlarni yutuqlarini ko'ra olmaydigan hasadgo'y odamlarni o'chirib qo'yishlik bilan bu narsa bo'lishlik kerak. Agar dushmanlar tomonidan mana bunday bo'layotgan paytda gohida nima qilinadi? Ba'zida televizorlarda chiqib turib, jamoatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni zikr qilishlik. Televizorlarda chiqib go'yoki nima jamoatlar hayoti shu kelishmovchilik ustiga qurilgan-u, bular mana shuni orqasidan harakat qiladi. Kelishmovchilik e'tiborida bir kishi harakat qilyapti, harakat qilishligi narigi odamga hasad qilgandan yoki uni yomon ko'rgandan yoki uni yiqitishlik uchun bo'lgandan deb turib ko'rsatadigan bir paytlar bo'ladigan bo'lsa, bu narsadan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Kofirga nisbatan biz doim yomon gumonda bo'laylik. Ular bizga hech qachon hasadgo'y odamlar, bizning dushmanlarimiz bizni rivojlanishligimizni xohlamaydi. Bizni yutuqlarimiz ularni xursand qilmaydi. Ular doim bizni nima zararimizga ishlashlikni xohlaydi. Hattoki televizorda bo'lsin yoki boshqa xabarlarda bo'lsin yoki nima noma'lum, ya'ni egalari noma'lum bo'lgan kanallar bo'ladigan bo'lsin, bu yerda ishlaydiganlar bizni o'rtamizda fitnalarni kuchaytirishlik uchun harakat qiladigan kishilar. Endi biz bularga ishonib turib, o'zimiz ichimizdagi odamlarga ishonmasak yoki o'zimiz ustimizda turgan mas'ullarga ishonmaydigan bo'lsak, unda biz xiyonat qilgan bo'lamiz. To'g'rimi? Chunki bu mastar manbasi aniq bo'lmagan. Uni gapiruvchisi kimligini bilmayapmiz. O'zi aniq bo'lganda biz uni tekshirishligimiz kerak edi. To'g'rimi? Aniq mastar bo'ladigan bo'lsa, gapirayotgan odamni qaydan olgan, qanday gapiryapti, o'zidan chiqaryaptimi yoki qaysi mastardan olyapti, u mastarni tekshirishlik, odamdan gap olishlik uchun adolatli, bir taqvoli guvohlikka yaraydigan odam bo'lmasa, uni gapini qabul qilmasligimiz kerak edi. Endi hozir bilamizki, ko'pincha mastari aniq bo'lmagan, aniq manbadan bo'lmagan, ya'ni
egasi noma'lum bo'lgan kanallari ko'pini ko'radigan bo'lsangiz, faqat ishi ularni fitna tarqatishlik. Mana bunday holatlarda biz ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bilmasdan nima qilishlikka, xiyonat qilib qo'yishlikdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Dushman o'zini qadriyatlariga amal qiladi, qachon unga zarar bo'lmasa. Qachon o'ziga zarar deb biladigan bo'lsa, o'zini qadriyatlaridan kechib yuboradi. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Makka ga umra qilgani keldi va Ubay ibn Xalafni oldiga kelib tushib, Ubay ibn Xalafdan kunduzida biron bir paytni ko'radigan bo'lsang, o'sha paytda men bir umra qilib olay, Ka'bani tavof qilib olay deb undan shu narsani iltimos qildi. Endi iltimos qilgandan keyin kunduzida chiqdi. Ikkalasi bo'lib u tavof qilib turgan paytda Abu Jahl bularni ko'rib qoldi. Aytdiki: "Ey Abu Safon, bu sen bilan bo'lgan kishi kim?" deganda, aytdiki: "Bu Sa'd" dedi. Sa'd deganda u aytdiki: "Senlar" dedi, "bizni" dedi, "sohibimiz" dedi, "senlar tarafga borsa, senlar" dedi, "ular bilan kelishsalaring, bizga qarshi yordam bersalaring, bizga qarshi ularni qo'llab-quvvatlasalaring-da, sen kelib turib bu yerda emin erkin sen o'zingni ibodatingni ado qilasanmi? Ka'bani tavof qilasanmi? Allohga qasamki, agar mana seni o'zini himoyasiga olgan bo'lmaganda edi, sen sog' qaytmasding" deyapti. Shunda Sa'd roziyallohu anhu aytayaptiki: Sen meni hozir Ka'bani tavof qilishlikdan to'sadigan bo'lsang, men seni undan ko'ra kattaroq narsadan to'sib qo'yaman. Seni deyapti, karvoning bor deyapti. Madinadan o'tadigan. Ertaga senga qiyin bo'ladi deb turib, u ham tahdid qilib qo'yapti. Shundan keyin nima qildi? To'xtab qoldi. Endi bu oldin qaraydigan bo'lsak, nima qilyapti? Sa'd ibn Ubodaga ham xuddi shu narsa bo'lgandi. Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu o'sha haj qilgani kelib, haj mavsumidan qaytayotgan paytda nima Munzir ikkalasini nima orqasidan tushgandi. Sa'd ibn Ubodani ushab, uni sochlaridan tortib, urib olib kelib, nima bir joyga bog'lab qo'ygandi. Shunda Jubayr ibn Mutaym bilan Xoris ibn Harb ularni uni qutqarib olgandi. To'g'rimi? Qutqarib olgandi, chunki ularning karvonini bu o'zini himoyasiga olgan bo'ladi Madinada. Shuning uchun buni qutqarib olgandi. Endi hozir qaraydigan bo'lsangiz, bu endi Ka'bani tarixida birinchi bo'lishligi. Birinchi bo'lishligi Makka ahlining tarixida birinchi bo'lishligi, chunki bu yerga kirgan odamga bular hech qanaqa, agarchi o'zlarining dushmani, o'zini muxolifi bo'lsa-da, lekin bularni haj mavsumidan to'sishlik, bularni tavofdan to'sishlik, Makkaga, Ka'bani atrofiga kelib ibodatdan to'sishlikka bularning haqqi yo'q edi. To'g'rimi? Hech qanaqa. O'rtasida qanday narsa bo'lsa bo'lsin, o'rtasida qon bo'lsin, o'rtasida nima bo'lsa bo'lsin, lekin to'sishlikka haqqi yo'q edi. Endi lekin musulmonlarga kelganda nima qilyapti? Musulmonlar kelganda bu qadriyatlar buzilyapti. Bu qonun qoidalar o'tmayapti. Sa'd roziyallohu anhu ga tahdid qilyapti. Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhuni nima qilib, urib, so'kib, ushab qolyapti. Ya'ni Alloh taoloning nimasi bilan, bir rahmati bilan bu chiqib ketdi. Bo'lmasa, katta qonlar to'kilishligi mumkin edi. Oldin aytib o'tganimizdek, to'g'rimi? Demak, biz ko'radigan bo'lsak, nima qiladi? Kofirlarning qadriyatlari, kofirlarning qonun qoidalari qachon o'zlariga zarar bo'lmasa o'sha joygacha ishlaydi yoki musulmonlarga kelguncha ishlaydi. Qachon musulmonlarga kelgan paytda qonun qoidalari hech narsasi nima qilmay qo'yadi, ishlamay qo'yadi. Mana hozir nimada ko'rib turgan narsamiz xuddi shu narsaga guvohki, G'azzada tinch aholini qirishlik, ommatan qirg'inbarot qilishlik, oddiy xalqning ustiga katta bombalarni tashashlik. Kerak bo'lsa, Ikkinchi jahon urushidan ko'ra necha barobar bombalarni oddiy xalqning ustidan to'kib yorishlik. Shuncha odamni qirib yorishlik, necha minglab, necha 10 minglab, 50 minglab, 100 minglab odam qirilib ketyapti, lekin bu nima mujohidlardan birontasiga zarar yetkiza olmayapti. Faqatgina alamiga chidolmasdan bunga, hattoki Shimoliy Afrika bunga qarshi chiqdi. Davlatlararo qonunlarni ko'tarib, bularga jazo berishligini ko'rib ko'tarib chiqqan bo'lsa-da, lekin birov bularga qaragani yo'q. To'g'rimi? Qancha odamlar bular demokratiya qonun qoidalarini nima qilishadi? Da'vo qilishadi, lekin qanchalab institutlarda bularni olib borayotgan siyosatiga qarshi ko'tarilishlar bo'ldi. Qanchalik bular noroziliklar bo'ldi. Lekin bularni birontasi inobatga olindimi? Olinmaydi. Demak, bularni kofirlarni olib boradigan siyosatlari, qonun qo'ygan qonun qoidalari, bularning qadriyatlari islomga kelguncha, qachon islomning qarshisiga kelib qolgan paytda bularni birontasini go'yoki bo'lmaganday his qilishadi. Musulmonlarga nisbatan bu qonun qoidalar yo'q. Shuning uchun nima qilishligimiz kerak? Biz doim mana bu narsalarni bilgan holatda harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Endi mana bunday holatlar bo'lib turgan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi nimani qilishdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga, ashablariga bitta tahdid, Yasriblarga bitta tahdid bo'ldi. To'g'ri, Qurayshliklar tomonidan katta tahdid bo'ldi.
Endi bu narsa foyda bermadi. Undan keyin Qays ibn Shassiki Yahudiyni ichkaridan bo'lishlik uchun qilgan harakatlari bu ham foyda bermadi. To'g'rimi? Bu ham foyda berdi. Endi bundan keyin kofirlar shu joyda to'xtab qolarmidi yoki nima qilarmidi? Ya'ni o'zlarining faoliyatlarini davom etarmidi? Albatta ular o'zlarining faoliyatlarida davom etadi. Endi nima qilishlikka boshladi? Xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Makkada birinchi eng katta musibat mana shu, eng katta mushkula shu. Mana shuni agar o'zini shaxsini yo'qotadigan bo'lsak, hamma narsani shu bilan yo'qotgan bo'lamiz. Shu bilan hamma narsa tugagan bo'ladi deb turib harakat bo'lganmidi? Xuddi shunday nima qilish, mana shu uslub yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shaxslariga tahdid boshlandi. Xatar ko'rinishlikka boshladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qildi? Kechasida Madinada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uxlamasdan bedor bo'lib turib, qani endi ashoblarimdan bitta solih odam bo'lib, meni kechasida soqchilik qilsa, menga soqchilik qilsaydi dedi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb turgan paytda qurolli nima deydi, shaqir-shuqur nima deydi, ovozi eshitilib qoldi. Shunda bu kim deganda Sa'd ibn Abi Waqqos deyishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, sen nimaga kelding deganda men dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga biron narsa yetib qolmasin deb turib qo'rqdim va shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni himoya qilgani keldim deyapti. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydi, u kishini haqqiga duo qildi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima uxladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu holatda davom etdi, hattoki Alloh taolo vallohu ya'simuka minan nas, Alloh taolo o'zi sizni insonlardan saqlaydi degan oyat tushgunga qadar deydi, sahobalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni himoya qilishgan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilardiki, demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilardi. Jangning qanchalik xatarliligini bilardi. Shuning uchun nima biz doim bilishligimiz kerakki, ya'ni dushman hech qachon bizga nisbatan nima qilmaydi, jim turgani yo'q. Hozir biz tinchlikdamiz, bu tinchlikdamiz degani bizga qarshi kofirlar ishlamayaptimi? O'zimiz eshityapmiz, to'g'rimi? Ba'zi birodarlar terror qilishlik, ya'ni faoliyatiga qarab terror qilishlikka harakat qildi, agarchi o'xshamagan bo'lsa ham, ba'zilari terror qilishlik uchun harakat qilayotganlari, ya'ni umuman kofir o'zini faoliyatidan to'xtayotgan emas. Shuning uchun ular o'zini faoliyatida nima suskashlik qilmaydi. Biz jangning qanchalik darajadaligini tushunib yetishligimiz kerak va shunga loyiqroq bo'lishligimiz kerak.